سمع الله لمن حمده. Bizda bunaqa namoz o'qilmasdi. Endi chunki Alloh taolo bizning yurtimizni juda ham go'zal qilib qo'ygan, doim hamma narsa muhayyo, tepamizda quyosh, har doim yomg'irlar yog'ib turgan anaqa edi. Endi hozirgi kunlarda yomg'ir kechikkanligi uchun mana shu duoni tepadan joriy qilishdi diniy idoradan. Xursand bo'ldik. Albatta inshaalloh ijobat bo'ladi degan umidda bizda. Allohim bugun juma ayyomida biz Allohimdan yomg'irlarni tilab, istiqol namozlarini ado etdik. Allohimdan bizga, yurtimizga, diyorimizga fayz baraka berishni, yomg'ir ko'p yog'ira berib, qut baraka berishni Allohdan so'rab qolamiz.